Alaykum haqiqiy YouTube ishqibozlari, qo'y ishqibozlari, qo'yni zo'rini olaman deganlar uchun mana 2 dona haqiqiy zo'ridan keldi akalar. Shoshilamiz, qo'ylar zo'r, gigant qo'y so'raganlar uchun akalar mana. Xohlasa bu qo'ylarni akalar mana bunisi 6 ta tishi, bunisi 4 ta. Otabek qo'ylarga obunachilar assalomu alaykum. Bugun qo'ylarni o'ta yomonlardan keldi. Aka bugun partiyamiz 4 partiya chiqadi. Boshlanishimizda aka buni qo'ylarni ko'rib Barxallah buqami bu qo'ymi deyapti aka. Bunga endi nima deymiz bunga? Oyoq qo'llar uzunlarmi aka, buni dumbalariga baho berib qo'yamiz buni. Gap yo'q akalar, mana shu bolaga bitta like bosib, kommentariyani otangga rahmat deb gazini bosib yuboringlar akalar. Xudo xolasa qo'ylar dahshat, dumbalari ham haqiqiy gigant qo'y so'raganlar uchun akalar. Quloqlariga ham rahmat beringlar akalar. Mana qo'ylar xudo xolasa toza qo'ylar ekan, Otabek. Haqiqat aka, to'shlariga ham baho berib qo'yamiz buni. To'shlariga ham baho beramiz akalar. Qo'ylarni to'shlari ham zo'r, xudo xolasa kim olib boqsa baraka topadigan qo'ylar akalar. Bularga keladigan bo'lsak, bunisi tishi 6 ta akalar, bunisi 4 ta. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, 1, uzunligi 1 dan uzun xudo xolasa akalar. Aloqaga chiqaverasizlar 24 soat qo'ydi zo'r akalar. Qo'yga qo'shaman degan akalar uchun ham haqiqat aytadigan akalar. 100 ta savdolarga qo'yaman deganlar uchun mana akalar. Oyoq kengliklariga ham baho beringlar aka. Udarada xolasa qo'ylar. Akalar quruvoliqqa ham tayyor bo'lib qolgan bu qo'ylar yaqinlashyapti. Hayt ayyomimiz ham akalar. Gap yo'q, bolaga otangga rahmat deb kommentariyani portlatinglar akalar. Qo'ylar zo'r, aloqaga chiqaverasizlar. Buni puliga keladigan bo'lsa akalar 1300 dan bo'lsa, dastlabkasi o'zimizdan xudo xolasa yetib boradi. Uyi bo'lsa bo'ldi, olib beramiz xudo xolasa. Qo'ylar dahshat akalar.